Alloh taolo o'sha omonat u do'zaxning tagida yotibdi. Tushib uni olib chiq der ekan. U xarsangdek judayam og'ir bir narsa bo'lar ekan. Banda do'zaxning tagiga tushib, o'sha narsani yelkasida ko'tarib chiqa boshlar ekan. Endi marraga yetdim deganda omonat yelkasidan pastga qular ekan. Yana tushar ekan, yana olib chiqar ekan, yana qular ekan. Bu azob abadiy davom etaverar ekan. Bolasiga nafaqa to'lashdan qochib, undan voz kechgan. Xotinini bolasi bilan ko'chaga haydab, o'z maishatini o'ylab bola tarbiyasini unutib qo'ygan toshbaqir otalar. Bolani tug'ib ayollar. Bu gaplardan xabaringiz bormi? Unutmang. Bola ham, uning tarbiyasi ham Yaratganning eng ulkan omonatidir. Xulosa esa o'zimizdan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Inson tinch va xotirjam bo'laman deb mol dunyo yig'adi. Umrining oxirigacha 10 marta yetadigan boylik yig'sa ham, o'sha xotirjamlik o'rniga ikki katta muammoga yo'liqadi. Birinchisi bu boylikni qo'lda saqlab qolish bo'lsa, ikkinchisi uni umrga 11-12 marotaba yetadigan miqdorga olib chiqish. Mansab va hokimiyatga chiqsam hamma maqsadga erishaman deb hisoblaydi, lekin uni saqlab, kengaytirish hayotini jahannamga aylantiradi. Obro' e'tiborli bo'lsam, farog'atda yashayman deb umid qiladi, lekin uni ham asrab qolish va ko'paytirish tashvishga qo'yadi. Sigareta, mast qiluvchi ichimlik g'amimni aritadi deb o'zini aldaydi, ammo ularning kayfi tarqagach, g'ami ustiga bosh og'rig'i ham qo'shiladi. Ayol va shahvatdan lazzat topaman deb o'ylaydi, ammo qongan shahvat va ishtaha uni qayta va takror yana bezovtalik girdobiga otadi. Demak, inson orom va xotirjamlik manbai deb bilgan narsalarning hammasi unday emas ekan. Bu to'g'ridagi abadiy tavsiyani Qur'on bir jumla bilan ifoda etgan. Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? Rad surasi 28-oyat. E'tiboringiz uchun rahmat. O'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi? Bir kuni nogahon nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab, ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt o'tkazayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga qarashayotgan tutib, yonida kuymalana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshi-da deb javob berdi. Otamning bu javobi yuragimga o'qdek qadalgandi. Nahotki shu mevali daraxtchi bo'lolmagan bo'lsam. To'g'ri, otam meni kechirdi. Keyinchalik otamning imkon qadar dilini og'ritmaslikka harakat qildim. Mana oradan ancha yillar o'tib ketdi. Otam bu foniy dunyoni tark etib boqiy dunyoga rihlat qildi. Otam ekkan o'sha olma daraxtlari bu yil g'arq pishib hosilga kirdi. Gohida uyda turib, ko'chadan o'tgan odamlarni shu daraxtni ekkanga rahmat degan so'zlari qulog'imga chalinib qoladi. Shunda men o'yga tolaman. Oxirgi marta men qachon otangga rahmat degan so'zni eshitdim? Oxirgi marta qachon shu so'zga loyiq ish qildim? Ba'zan kechalari uyqum qochadi. Ko'chaga chiqib o'sha daraxtni otamni quchganday quchaman va otam avliyo ekan deyman sho'rlab. Sizcha qadrdon?
otangga rahmat degan so'zga qachon sazovor bo'ldingiz? Salomat bo'ling. Bir ayol har kuni hojasi uchun Ramazon oyida o'zgacha zavq bilan saharlik, iftorlik tayyorlardi. Sharoiti unchalik ham yaxshi bo'lishiga qaramasdan 3-4 xil tansiq yeguliklar qilar, Allohdan savob, hojasidan mehr qozonish ilinjida edi. Ammo Ramazonning bir necha kunlari o'tsa hamki, unga bir og'iz gap gapirmasdi. Ovqatini yer, so'ng uxlar yoki ibodat qilardi. Ayol bir og'iz rahmat, ovqatingiz shirin chiqibdi, Alloh sizdan rozi bo'lsin onajonisi, qo'lingiz dard ko'rmasin, boringizga shukr qabilidagi so'zlar eshitish uchun hojasining og'zini poylardi, ammo undan sado chiqmasdi. Bir kuni ayol saharlik chog'i dasturxonga somon solingan likopcha, lagan keltirdi. Bundan hayratlangan bu nimasi xotin dedi. Ayol, saharligingiz dedi. Nima? Men somon yeymanmi dedi Xo'jam, men sizga nima yeb, nima ichishning farqi yo'q. Halqumingizdan o'tsa bo'ldi. Na tilingiz, na aqlingiz uning ta'mini ajrata biladi deb o'ylab qolgandim deb javob qaytaribdi. Ayolining muddaosini tushunibdi. Xatosini isloh qilishga kirishibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Xulosa esa o'zimizdan azizlar. Tashakkur ustoz. Muallif Erkin Malik. Shogird yigit nihoyatda iqtidorli edi. Ustozi 4 ta xorijiy tilni bilganda, u xalitdan 7 ta tilda ravon gaplasha olardi. Oliy o'quv yurtini, magistraturani tugatib, chet el doktoraturasiga imtihon topshirdi va unga imtiyoz bilan qabul qilindi. Bu xushxabar shu zahoti do'stlari, qarindosh urug'lari orasida tarqaldi. Ota-onasi ham xursand. Shogird suyunchilash uchun ustozi huzuriga chiqdi. Ustozi uyda edi. Nimagadir u shogirdining gaplariga e'tibor qilmadi, hatto o'zini eshitmaganga soldi. Shogird bo'lsa har xil xayollarga bordi. Men borayotgan o'qishning nufuzi ham, nomi ham dunyoga mashhur. Nahotki ustoz buni g'ash olayotgan bo'lsa, bir og'iz ham maq etmadilar, yo boshlariga biron musibat tushdimikan? Bunaqa paytda ko'ngilga shogirdning xursandchiligi sig'adimi? Tinchlikmi ustoz? Mazingiz yo'qroq ko'rinadi, unga xavotirli qaradi shogird. Ustoz yana maq etmadi. Nima bo'la? Shundoq qaratir odam tildan qolganmi? Shu payt ustoz indamay shogirdining tirsagidan ushlab, qasr monand qurilgan uyining tepa qavatiga boshladi. Shogird hech qachon tepa qavatga ko'tarilmagan edi. Ana jihozlar-u, mana jihozlar. Ana noyob narsalar-u, mana noyob narsalar. Shogird bunaqalarini hatto muzeylarda ham ko'rmagan. Nihoyat bitta juda sarali shoqqina sharqona xonaga kirishdi. Xona o'rtasida xontaxta, 4 tomoniga adras ko'rpachalar solingan, paryostiqlar qo'yilgan. Uyning to'ridagi devorda esa o'rta yoshlardagi ayol bilan erkakning surati. Shogird sezdi, ustozning ota-onasi qo'yib qo'ygandek o'xshab turibdi. Ustoz suratlarga qarab, 2 qo'lini ko'ksiga qo'yib, jimgina egilib salom ifoda etdi. Shogird ham sehrlangandek beixtiyor ustoziga ergashdi. U ustozi huzuriga nimaga kelganini ham unutgan edi. Mana dedi ustozi nihoyat tilga kirib. Hashamatni, mazamatlarni ko'rding. Men unvonlaru, shon-shuhratu hammasini shu aziz ota-onamga almashtirgan oqibatsiz nobakor o'g'ilman bilsang. Ha, ustozing kimligini bilib qo'y. Bir vaqtlar men ham xuddi sendek uchirib qo'nib chet elga ketdim. Ilmda qo'l urilmagan ancha-muncha ishlarni qildim. Yurtma-yurt kezib, simpoziumlardan bo'shamadim. Meni ulg'aytirib, shunday martabalarga yetkazgan ota-onamni o'ylamadim.
Ularning bir kun ham xizmatini qilmadim. Dasturxonlariga o'z qo'lim bilan aqalli 2 issiq non qo'ymadim. Og'izlariga bir piyola choy tutmadim. Hatto ta'ziyalariga ham yetib kela olmadim. Yurtimdan begonalashdim, urf-odatlarimizdan uzoqlashdim. Mana haligacha odamlarga aralasha olmayman. Xuddi qumtoshga o'xshayman. Bularning bari men uchun armon. Armonki boshi oxiri yo'q armon. O'qishga qabul qilishganini o'zingdan oldin internetdan o'qidim. O'qidim-u yaram yangilandi. Yig'ladim. Seni qutlashni ham, qutlamaslikni ham bilmay qoldim. Nima demoqchiligimni bilib turibsan. Hozir senda tanlash imkoni bor. Guldek ota-onang, jannat makon yurting, do'st-yorlaring, hech narsaga almashib bo'lmaydigan urf-odatlarimiz yoki ustoz og'ir xo'rsindi. Keyin shogirdining yelkasiga qo'lini qo'yib, beixtiyor jilmaydi. Uzr. Tabriklayman. Shogird ustozining hovlisidan ukpardek yengil tortib chiqdi. Ustozi aytgan armonlarning bir uchi uning allaqayerlarni jizillatib kuydira boshlagan edi. Ustoz shogirdining ko'zini ochdi, osmoni falakda uchib yurgan edi, ohista yerga olib tushdi. Tashakkur, ustoz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Hazratlarning yoniga kelib, pulini qo'ygan joydan topa olmayotganini, qayerga qo'yganini eslay olmayotganidan shikoyat qildi. Shunda Imom Azam hazratlari u kishiga shunday dedi: "Uyingga bor. Xufton namozidan keyin yangidan tahorat ol va nafl namozini ertalabgacha o'qib chiq. Shunda pulingni topasan." U kishi ketdi va aytilgandek qildi. Namozni endi boshlab birozgina o'qigan ham ediki, puli qayerdaligi yodiga tushdi va pulini olib ertalab bomdod namozidan keyin Imom Azam hazratlarining yoniga kelib rahmat aytdi va so'radiki: "Hazrat, siz pulimni namoz o'qib topishimni qayerdan bildingiz?" Shunda hazrat mazhab boshimiz Imom Azam: "Men shayton seni bomdodgacha namoz o'qishingga qo'ymasligini va pulingni darhol topib berishini bilar edim" deb javob bergan ekanlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Olimlar tosh asri million yoki necha ming yil oldin o'tib ketgan deyishadi. Lekin men ayrim odamlarning tosh qalblariga qarab bu gapga ishongim kelmaydi. Tosh asri tugamaganga o'xshaydi. Bir kishi o'zining singlisi bilan yuz ko'rmas darajada arazlashgan ekan. Uzoq yillar davomida aka-singil begonalardek yurishgan. Vaqti kelib singil qazo qilganida aka Fotihaga bormoqni ixtiyor etib, harakatini o'likning hurmatini qilib qo'yish kerak deb izohlabdi. Ajab. Ming bor ajab. Durust, o'likning hurmati bor ekan, tirikning hurmaticha. Sohir Malikning Mehmon tuyg'ular kitobidan. E'tiboringiz uchun rahmat.